Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men usta Arslonbek. Yana bir fayzli xonadonimizda tunikafon ishlarini fayzli tunikafon jamoamiz bilan birgalikda qilib berdik. Mana shu xonadonimizni sizlarga to'liqonli obzor qilib beraman. Nech pulga bitdi, qaydlarni qilib berdik, nech puldan qilib berdik, qanaqa holatda bo'ldi, hammasini to'liqonli mana shu videomizda ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Agar kanalimizda yangi bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlarga mana shu tunikafon haqida bo'lgan ma'lumotlarni qo'limizdan kelganicha yoritib, ko'rsatib berishlikda harakat qilamiz va doimiy ravishda qilib bergan tunikafon ishlarimizni kanalimizga joylab boramiz. O'z xonadoningizga dizayn fasonlar tanlab olishingiz uchun juda ham qulay imkoniyat bo'ladi. O'zingiz yoqtirgan dizayn fason bo'ladigan bo'lsa, albatta skrinshot qilib qo'yib bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, biz sizga shunaqangi chiroyli holatda qilib ishlaringizni bitkazib beramiz. Agar bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz ham biz sizga polnosti kataloglarimizni Telegram yoki WhatsApp orqali hammasini tashlab beramiz. Bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizning xizmatimiz vodiy bo'ylab bo'ladi. Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari bo'ylab aloqaga chiqsanglar bo'laveradi inshaalloh. Bo'lmasam bu xonadonimizni obzorini qilishda davom etamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilib bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, bu xonadonimizni mana shu ko'cha tomon shapkasini qilib berganmiz, pianino fasonida qilib berganmiz va yevro tarnovlarimiz bilan birgalikda mana shu 18 metrga 75 sm bo'lgan ko'cha tomon shapkasini qilib berganmiz va ozgincha mana bu devorning pastki tomonida ochilib qolgan joylarini ham xonadon egasini xohishiga binoan pastki tomonlarini ham chiroyli qilib yopib berganmiz va darvozani tepasidagi mana bu o'rtada bo'ladigan horzini ham chiroyli holatda qilib yopib berdik. Kobra pianino fasonda qilib berganmiz, shestkranli karnizlarimiz va tilla lentalarimiz bilan chiroyli holatda qilib berganmiz. Eniga 75 sm, uzunasiga esa 18 metr bo'lgan mana shu ko'cha tomon shapkasini qilib berdik. Juda ham chiroyli holatda bo'lib chiqdi. Ko'cha tomoniga moslab turib ko'rishinglar mumkin. Ko'cha tomoniga moslab turib kombinatsiyasini darvozaxonasiga mana shunaqangi go'zal holatdagi kobra pianino fasonda va shaxmat yulduzchalarini tilla rangli, lentalarni ham tilla rangli qilib chiroyli qilib berganmiz. Shestkranli karnizimizdan qo'yib berilgan va lolacha gullarini ham chiroyli holatda qilib berganmiz, ko'rishinglar mumkin. Bu darvozaxonamizning razmeri esa 340 ga 740 sm bo'lgan. O'rtaga bir komplekt oyna fasonimizdan, oyna komplektimizdan qilib berganmiz. Mana shunaqangi chiroyli holatda bo'ldi. Mana bu plafonni xonadon egasi olib kelib bergan, biz esa chiroyli qilib o'rnatib berdik. Atrofidagi oynasi esa 250 ming so'm turadi. Biz tomondan olib kelib o'zimiz o'rnatib, chiroyli holatda qilib qo'yib beramiz. Darvozaxonaning razmerini aytib o'tdim. Endi ichkari tomonni ko'rishinglar mumkin. Hamma yo'g'ini bir xilda pianino qilib ichkari tomonni sal skromniy holatda qilib turib, kombinatsiya qilib turib, ichkariga kobrani o'zida qilib berganmiz. Va mana bu akfasini tepalarini ham chiroyli holatda qilib yopib, bu yerdagi darvozaxonaga ulanib ketishini ham chiroyli qilib berganmiz. Ko'cha bilan razmeri bir xilda 18 metrga faqat 15 sm. Ichkari tomon shapkasi sal uzunroq chiqqan. Yevro tarnoyimizdan o'rnatib berganmiz, chiroyli holatda qilib, go'zal qilib berdik. Umumiy bu xonadonimizga 143 kvadrat tunikafon mahsulot sarf qilib berganmiz. Mana bu lesalari, yo'l kirasi, reka samarez, tunika hamma yo'g'i o'zimizning hisobimizdan bo'lgan holatda 140 ming so'mdan qilib berdik. Hamma yo'g'i o'zimizning hisobimizdan bo'lgan holatda. Mana bunaqangi tunikalarimiz oshib qoladigan bo'lsa, mana bunaqangi tunikalarimizni o'zimizda obratni qaytarib olamiz. Xonadon egasiga hisob-kitob qilinmaydi. Hamma yo'q ichida qilib bu xonadonimizga 143 kvadratga 140 ming so'mdan qilib berdik. Tarnovimiz esa 65 ming so'mdan orqasidagi polli taxtasi, kranштейni va mana shu yevro tarnoyimizni lesalari, germetika usta xizmatlari bilan birgalikda qilib berganmiz. Xo'p, umumiy bu xonadonimiz 22,5 million so'mga chiroyli qilib bitkazib berdik. Umumiy bu xonadonimizga bitta summaga kelishib, ishini chiroyli qilib, hisob-kitoblarni ham go'zal qilib, ishini bitkazib berganmiz. Mana bunaqangi plafonlarni esa xonadon egasi olib kelib beradi. Biz ularni bekoriga o'rnatib berib ketamiz, chiroyli holatda qilib.
Bizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yana qo'shimcha sizlarga fasonlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, fasonlar tanlashinglar imkoniyati bor. Sizlarga katalogimizni tashlab beramiz. Bizga Telegramdan murojaat qilsanglar, полностью albom kataloglarimizni, turli xil dizaynlarimizni tashlab sizlarga ko'rsatib beramiz. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, biz sizlarga doimiy ravishda mana shunaqangi ishlarimizni qo'limizdan kelgancha harakat qilib qo'yib boramiz. Ish jarayonlarini ham qo'yib ko'rsatib, prямой efirlarda ko'rsatib borishlikka harakat qilamiz. Uning uchun albatta sizlar bizga obuna bo'lib qo'ysanglar, birinchilardan sizlarga yetib boradi. Bizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh chiroyli holatda qilib ishlarni bitkazib beramiz. Qish kun bo'lishligi qaramasdan mana shunaqangi biz qiladigan ishlarimiz panada bo'lganligi uchun, naves qismi yoki mana shunaqangi shapka qismi ham panada bo'lganligi uchun qishki kunlarda ham, yog'ingarchilik vaqtlarida ham ishimizni davom ettirib qilib berilaveradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Keyingi xonadonimiz sizniki bo'lishligi mumkin. Yaxshi kunda ko'rishgungacha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.